Şərq Türkistanlıq qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan qisqacha mazmuniga ko'z ataylik. Xitoyning mudofaa xamchoti ko'ringanidan yuqori ekan. Baydenning yordamchi sekretarlaridan biri Baydenning Tayvanni qo'g'dash va'dasiga sal qarag'anligini aytgan. Amerika tijorat ministrligi bir necha Xitoy va Rus shirkatini qora tizimga kirgizgan. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitoyning mudofaa xamchoti ko'ringanidan yuqori ekan. Miras fondi xabar torining 26-sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Kengash palata a'zosi Dan Sullivan yaqinda Amerikaning mo'ljiriga asoslanganda Xitoyning mudofaa chiqimining 700 milliard dollar atrofida bo'lib, mo'ljardagidan yuqori ekanligini, Amerikaning 2023-yillik 8 milliard dollarlik mudofaa xamchoti bilan solishtirganda asosan o'xshash saviyada ekanligini aytgan. Eng ishonchli davlat mudofaa sonliq ma'lumot manbasi bo'lgan Stockholm Xalqaro tinchlik tadqiqot instituti Xitoyning 2022-yillik harbiy rasxotining aran 290 milliard dollar atrofida bo'lganligini faraz qilgan. Yangi g'oyat zo'r sonliq ma'lumotlar Amerikaning mudofaa chiqimining keyingi 10 davlatning yig'indisidan eshib ketganligi to'g'risidagi keng tarqalgan qarashga butunlay zid bo'lgan. Sullivan Xitoyning davlat mudofaa chiqimining hamma davlatdan yuqori ekanligini mo'ljallagan Amerikadagi birdan-bir shaxs emas. Amerika armiyasining generali Mark Milley Amerika Kengash palatasida ko'p qatim tarqalib yurgan sonliq ma'lumotlarning to'g'ri emasligini isbotlagan. Chunki Xitoyda maosh va boshqa chiqimlar bir qadar to'van. Gerçi o'xshamagan kasblarda farq bo'lsa-mu, ammo butkul Xitoy iqtisodidagi o'rtacha maosh kirimi Amerikadagi kishilarning maosh kirimining 5dan 1ni tashkil qiladi. Harbiy ish haqining farqi sal kichik. Xitoy harbiy xodimlarining maoshi Amerikadagi harbiy xodimlarning maoshining 4dan 1 qismini egallaydi. Boshqacha aytganda, Xitoyning harbiy xodim xamchoti 4 dasta cho'ng. Qurol-yarog', materialdan tortib, mulozimat va asliyalargacha bo'lgan boshqa nurg'un davlat ishchi mahsulotlarining bor farqi bor. Har bir davlatning mudofaa xamchotiga solishtirganda, Xitoyning davlat mudofaa xamchotining sotib olish kuchining Amerika dollari bilan solishtirganda 60% yuqori ekanligi oshkorlangan. Hatto kona tuvan mo'ljar 290 milliard dollar bo'lgan taqdirdami, Xitoy armiyasini taxminan 469 milliard dollarlik chiqim qilish kuchi bilan ta'minlaydi ekan. Bu 2021-yildagi Amerika mudofaa xamchotining taxminan 59%ni egallaydi ekan. Hisobga qatilmagan Xitoy askari xamchotimi bor bo'lib, Xitoyning rasmiy xamchoti urushga qatnashadigan harbiy qismlarni, Xitoyning harbiylashtirilgan dengiz qirg'oqi muhofizat atriti va chet eldan qurol sotib olishlarni o'z ichiga olmaydi ekan. Harbiy va fuqarolar birligini o'z ichiga olmaydi ekan. Eng ko'rinarli farq Amerika armiyasi 2021-yil tadqiqot, taraqqiyot, sinaq va baholash uchun 100 milliard dollarga yaqin xamchot ajratgan. Ammo bu Xitoyning o'tgan necha 10 yilda aeroplan, urush paraxoti va boshqa taraqqiyotga ehtiyojli bo'lgan zo'r mablag'ni ko'z oldimizga keltirganimizda, Xitoyda buning uchun ketarlik ehtiyoj boshqa xamchotdan keladi ekan. Amerika armiyasi iqtidor va ko'lam jihatda Xitoyga qaraganda afzalliklarga ega. Xitoy xalq ozodlik armiyasi qattiq ishlaydi. Ammo strategik manzara va Xitoyning zamonaviylashish yo'lini hisobga olganda, Amerikaning afzalliklari qizil raqamga aylanadi. Xitoyning uskunalarni sotib olish yillik o'rtacha nisbati 2010-yildan boshlab 8,6% bilan Amerika uskunalarini sotib olish saviyasiga yetishyotidi. Gerçi Xitoy harbiy xamchotining xodimlarga sarf qilgan nisbatini muqim azaytayotgan bo'lsa-mu, ammo boshqariladigan bomba, aeroplan va urush paraxoti qatorliq uskunalarga ketadigan harbiy chiqimni ko'paytiradi. Beijingning askarlarga haddidan ziyoda harbiy xarajat qilishdan zamonaviy qurol sistemasiga markazlashgan harbiy holatga haddidan ziyoda xarajat qilishga o'tishi Washingtonning strategik tafakkurida tubdan burilishni talab qiladi. Amerikaning siyosatchilari va harbiy strategiyachilari Amerika boyligining 3dan 1 qismiga sahib bo'lgan Xitoy armiyasiga qarata bir plan bilan o'xshash saviyada mablag' solgan bir armiyaga qarata tuzilgan plan orasidagi cho'ng farqqa diqqat qilishi kerak. Xitoyning harbiy xarajati birli sohadagi harakatga markazlashgan bo'lsa, Amerika armiyasining dunyoning har qaysi joylarida izi bor. Amerika siyosatchilarining birinchi muhim ishi Sullivanning mo'ljirini xalqqa oshkorlash. Ammaga oshkor qilingan sonliq ma'lumotlarda Xitoy Amerika xajlagan rasxotning bir qismini xajlaydi deyilganda, texnik ko'p mudofaa chiqimi va Hind Tinch okeanga strategik burilish hosil qilishdan so'z echish tez. 2024 moliya yilidagi davlat mudofaa huquq qonunining Kengash palatasi nusxasi
Amerika Dövlət Müdafiə Axbarat İdarəsi və Amerika Dövlət Müdafiə Ministerligining Xitoyning Dövlət Müdafiə xamçotiga qarata tədqiqat elib berish və ommaga oshkorlashga yetaklaydigan foydali belgilamani o'z ichiga oladi. Xalqaro sahnada Amerika Xitoyning harbiy qurilishiga ko'ngil bo'ladigan boshqa davlatlar bilan hamkorlashib, harbiy chiqimning texmi ochiq bo'lishiga kafolatlik qilishi kerak. Amerika Tijorat Ministerligi bir necha Xitoy va Rus shirkatini qora tizimlikka kirgizgan. Amerika Majlisining xabar tori bo'lgan To'pilik, ya'ni Hayal xabar torining 25-sentabr kunidagi xabarda aytilishicha, Amerika hukumati qora tizimlikka kirgizilgan bir Rus shirkatini Moskvaning Ukrainadagi urush tirishchanligi uchun uchqusiz aeroplan yasashda ishlatadigan zapchas bilan ta'minlangan bir necha Rus va Xitoy shirkatini qora tizimlikka kirgizgan. Savdo ministerligi jami 28 o'ringa jazo yurgizganligini e'lon qilgan bo'lib, ularning 9i Rossiya bosh shtabi bosh axborot idorasiga uchqusiz aeroplan yasaganlik uchun qora tizimlikka kirgizilgan alohida texnika markaziga zapcha sotmoqchi bo'lgan. Sanoat va bexatarlik savdo ishlari maslahatchisi Alan Stevens bayonotida Xitoydagi Osiyo Tinch okean ulanish cheklak shirkati hamda Rossiyaning 4 shirkati, Finlandiyadagi 3 shirkat qatorliq shirkatlarning va Germaniyaning ICW sanoat zapchaslari shirkati VH'ning o'xshashlar bu planga asosan Amerikaning savdo qora tizimligiga qo'shilganligini uqtirgan. Undan boshqa yana Xitoydan 10 shirkat, Rossiyadan 1 shirkat, Pokistondan 5 shirkat, Ummondan 2 shirkat, Arab Birlashma Xalifaligidan 1 shirkat Amerikaning davlat bexatarligi va tashqi ishlar siyosatiga qarshi harakat qilganlik uchun jazolangan. Baydenning yordamchi sekretarlaridan biri Baydenning Tayvanni qo'g'dash bilan aloqador 4 aniq va'dasiga sal qarag'anligini aytgan. To'pilik xabar tori 26-sentabr kuni e'lon qilgan Amerikaning strategik mujmalligi Tayvanga urush etish taklifini berdi degan temdagi maqolada 2021-yil 8-oyda CBS xabarlarining muxbiri Scott Pelley Baydendan agar Xitoy Tayvanga tajovuz qilganda Amerika armiyasining Tayvanni qo'g'damasligini so'raganda ko'rilib boqmagan bir hujum bo'lganda qo'g'daydiganligini aytgan. Shu oyda prezident ABC xabarlari gazetining muxbiri George Stephanopoulos Xitoyning agar Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga tajovuz qilsa yoki Yaponiya, Koreya shundoqla Tayvanga qarshi harakat qo'llansa, Amerikaning qo'g'daydiganligiga doir va'dasining borligini aytgan. 2021-yil oktabrda CNNning muxbiri Anderson Cooper Tayvanni qo'g'dash to'g'risida o'xshash savolni so'raganda qo'g'dashga bel bog'laganligini aytgan. 2023-yili mayda Tokioni ziyorat qilganda Yaponiya bosh ministri Fumio Kishidaga Tayvanni qo'g'dash haqidagi bayonotini qayta takrorlagan. Baydenning har bir bayonotidan keyin tashqi ishlar ministrligi Amerikaning tashqi siyosatida o'zgarish bo'lmaganligini aytgan. Davlat mudofaa ministrligi Hindi Tinch okean bexatarlik ishlari ishxonasining mas'uli Eli Ranter oldingi hafta Avom palatasi qurolliq mulozimat komitetida guvohlik berib, Amerikaning Tayvan siyosati, Tayvan munosabati qonuni, 6 kapolat va 3 Amerika-Xitoy axborotini asos qiladi. Bu yaqinqi 40 yildan beri har ikki partiya rahbarligi 6 hokimiyat boshqarishidagi Amerikaning Tayvanga bo'lgan siyosatining aniq ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoyning Amerikadan ma'lum inkosni kutganligi balkim to'g'ri bo'lishi mumkin. Ammo hal qilg'uch savol Beijingning oldin mo'ljallanganidek Amerikaning inkosiga qarshilik ko'rsatgandan keyin Washingtonning nima qiladiganligi, ya'ni Washingtonning Tayvanni qo'g'dash uchun jiddiylikni kuchaytirishga qanchalik tayyorlik qilayotganligida. Xitoy rahbarlari Baydenning har qanday cho'ng kuch to'qinishining umumyuzlik urushga aylanib ketish tufaylidan palach alg'a tushib qolishidan qo'rqishining Amerikaning Tayvanga vakolatan harbiy harakat elib bormaydiganligini keltirib chiqardiganligini hisoblashi mumkin. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin Amerikaning inovatning ziydilanishidan ansirgan Bayden, Amerikaning sobiq davlat mudofaasi va davlat bexatarlik amaldorlarining rasmiy bo'lmagan vakillar umikini Tayvanga avatib, Amerikaning Tayvanga bergan va'dasining yanada mustahkam ekanligini ko'rsatdi. Ammo Bayden hukumatining ojiz ekanligi to'g'risidagi qarash yanada mavjud. Bu hol bo'libmi Afg'onistondan chekilgandan keyin Ukrainani Rossiyaning ishg'oliyatchi qismlariga zarba berish uchun kerakli qurollar bilan ta'minlashni xohlamaydiganligi bilan qayta isbotlandi. Amerika qurol yaroqlarining Tayvanga eqishida kechikish va uzilib qolishlar o'xshash takrorlanib turdi. 2014-yildagi G'arbning tunji Rus ishg'oliga rozilik bildirganligini bilgan Putin va uning strategik hamrohi Shi Jinpingning
G'arbning ham Ukraina ham Tayvanga qarata qarorliligi haqidagi shubhasi ortidi. Ammo Ranter Tayvanga qarata strategik aniqlikning Xitoyning tajovuzchiligini to'sish uchun ozroq yoki hech ish qilmaydiganligini ilgari surib qolmay, buning ham unumsiz ham xatarlik bo'lganligini o'tirib qo'yib, amaliyotda bunday qilish hozirgi holatda qolishimizni va hozirgi holatni bir taraflama o'zgartirishga qarshi turadiganligimizni ziydilaydi. Shunga bu xil siyosiy harakatning Tayvan xalqi to'laydigan siyosiy bedel bo'ladiganligi, Xitoyni chekintirishda ancha foydasi bo'lmaydiganligini his qilamiz degan. Qandaqla bo'lmasin, Xitoy Tayvan atrofidagi urush paraxodlari va urush aeroplanlarini har kun almashtirish orqali mavjud vaziyatni o'zgartmoqda. Bayden Tayvanning demokratik bexatarlik uchun bergan va'dasini mustahkamlashi va rasmiylashtirishi kerak. Faqat Amerikaning Tayvanni qo'g'dash va'dasini aks ettiradigan aniq va mos siyosat bayonotlar Sharq Osiyodagi ofatning oldini oladi deyildi. Uyg'onish faqatla yumilgan ikki ko'zning echilishidan iborat oddiyla yumib etish harakati emas, aksincha bu xiyol tasavvurni o'z kontroliga olgan jimi yaxshi-yomon tushlarning solgan tizgin taqoqlarini chiqib tashlab, real dunyoga qaytib kelishni, zehn va ongning turli sun'iy uyqu dorilarining ta'siridan pokizlanib, Tangri yaratgan fitrat bilan tang bizga ato qilingan suzuk va sap idrokni, sakaklikni qaytirib kelishni, putqolni tushakab turib ko'radigan tushlarning aldar ko'sallariga mahliyaliqidan bo'shinib, haqiqiy ma'nodagi hur irodasi bilan harakat qiladigan reallik dunyosida ixtiyoricha parvoz qiladigan qush misoli erkinlikni, o'zlikni va sap kimlikni qo'lga keltirish qatorliqlarni o'zida mujassam qilgan harakatlarning jug'lanmasidir. Qisqasi, uyg'onish haqiqiy ma'nodagi uyg'oqlikni, oydinlanishni, samoviy nurning illiq taptidan ro'yi uzuq va energiya elishni, moddiylikning mahbusiga aylanishdan qutulib, ma'naviyatning kamolat martabasi tomon ilgirlashni mazmun qilgan insoniy komillikqa yetish harakatidir. Allah bu yo'ldagi tirishchanliklarni xayrlikka vasila qilib bersin. Haq yo'ldan shoshmaslikni, to'g'rining va haqiqatning izidan yurishni hamisha muvaffaq qilib bersin. Burhan Muhammadning yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.